Stalingrad jangi. Bu Ikkinchi jahon urushida yuz bergan eng dahshatli, eng qonli janglardan biri. Stalingrad jangi 1942-yilning 23-avgustidan 1943-yilning 22-fevraligacha davom etadi. Stalingrad blokadasi Sharqiy frontda yirik jang bo'lib, fashist Germaniyasi va uning ittifoqchilari shahar nazorat qilish uchun Sovet ittifoqiga qarshi muvaffaqiyatsiz kurash olib borgan. Rossiyaning janubidagi Stalingrad, hozirgi Volgograd yaqinida shiddatli janglar va havodan tinch aholiga tinimsiz bombardimon millionlab odamlarning qurbon bo'lishiga sabab bo'ldi. Stalingrad jangida har ikki tarafdan 2 milliondan ortiq kishi qurbon bo'ldi. Stalingrad jangi Yevropadagi Ikkinchi jahon urushida burilish nuqtasi sifatida qabul qilindi. Chunki Stalingrad jangida Wehrmachtning, ya'ni Oliy boshqo'mondonlikning 4-panzer armiyasi 6-armiyasi qurshovga tushdi va Sovet armiyasi tomonidan to'liq yo'q qilib tashlandi. Stalingrad jangida 270 mingdan ortiq Sovet xodimi, ya'ni tankchilar, 500 dona tank, 600 ta samolyot qatnashdi. Germaniya tomonidan 180 ming xodim, 2200 ta artilleriya, 400 ta tank, 300 ta samolyot qatnashdi. Stalingrad Volga daryosidagi yirik sanoat va transport markazi sifatida har ikki tomon uchun strategik ahamiyatga ega edi. Stalingradni kim nazorat qilsa, Kavkazdagi neft konlariga kirish imkoni bo'lar edi. Volga ustida nazorat qo'lga kiritardi. Yoqilg'i ta'minoti kamayib borayotgan Germaniya o'z sa'y-harakatlarini Sovet davlati hududiga chuqurroq kirib borishiga va har qanday holatda ham neft konlarini egallashiga qaratdi. 4-avgustda nemislar 6-armiya va 4-panzer armiyasi guruhlaridan foydalanib hujum boshladi. Hujum shaharning katta qismini vayronaga aylantirdi. Kuchli Lutsifer bombardimonchilari bilan olib borilgan bu janglarda millionlab tinch aholi qurbon bo'ldi. Sovet qo'shinlari nemis pozitsiyalarini bosib olish uchun to'liq inson kuchidan foydalandi. Har ikkala tomondan ham shaharga qo'shimcha kuchlar kiritildi. Noyabr oyining o'rtalariga kelib nemislar katta xarajat evaziga Sovet himoyachilarini daryoning g'arbiy qirg'og'i bo'ylab tor zonaga itarib yuborishdi. 19-noyabr kuni Qizil armiya 6-armiya qanotlarini himoya qiluvchi Ruminiya qo'shinlariga qarshi ikki tomonlama hujum rejasini ishlab chiqdi. Ular Uran operatsiyasini boshladi. Aks qanotlarini bosib olindi va 6-armiya yo'li to'sib qo'yildi. Stalingrad hududiga chekindi. Adolf Gitler shaharni har qanday holatda ushlab turishga qat'iy qaror qildi va askarlarga bir qadam ham ortga chekinmaslikka buyruq berdi. 6-armiyaga chekinishni taqiqlovchi buyruq berildi. Guruh havo orqali olg'a yurishga va tashqaridan qurshovni buzishga harakat qildi. Sovet qo'shinlari nemislarni havo orqali ta'minot imkoniyatini yo'qqa chiqarishdi. Bu esa nemis qo'shinlarini tushkunlik nuqtasiga olib keldi. Shunga qaramay nemis qo'shinlari oldinga siljishni davom ettirishga qaror qilishdi va og'ir janglar yana 2 oy davom etdi. 1943-yil 2-fevralda Germaniyaning 6-armiyasi o'q dorilari va oziq-ovqatlari tugatib, 5 oydan ortiq davom etgan qamaldan so'ng Ikkinchi jahon urushida Gitlerning dala armiyalar orasida birinchi bo'lib taslim bo'lgan armiya sifatida tarixda qoldi.